Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Juda ham dolzarb masala. Hozirgi kunda namoz o'qimaydigan odamning so'ygan go'shti halol bo'ladimi yoki yo'qmi masalasi. Dar haqiqat hozirgi paytda yaqin yillarda bir masala ko'tarildi. Benamoz qassobning so'ygan go'shtini halol bo'ladimi yo'qmi degan masalani o'rtaga tashlab, juda katta ixtiloflar, tushunmovchiliklar, o'zaro adovatlar, bir-birini tushunmasliklar kelib chiqdi. Dinimizning bu boradagi ko'rsatmasi bor. Namoz o'qish dinning eng buyuk ustunlaridan biri ekanligi aniq. Dinning ustuni namoz. As-salatu imaduddin. Dinning suyanchig'i, ustuni namoz. Endi bir musulmon kishi musulmon bo'lib tug'ilgan, musulmonlar jamiyatida yashaydi, ota-onasi musulmon, o'zi ham musulmonlik da'vosi bor, ammo namoz o'qimayapti. Endi uning holatiga qaraladi. Shu namoz o'qimayotgan odamlarning ko'pi musulmonlar jamiyatida yashaydigan juda ham aksariyat benamoz kishilar o'zi namoz o'qish kerak-ku, lekin vaziyat, sharoit, o'zini turli tuman bahonalari tufayli hozir namoz o'qimayotganligini qalbidan his qilib bir necha odamlarga gapirib yurganlari bo'ladi. Ya'ni benamozligini nuqson ekanligini his qiladi qalbida. Namoz o'qish kerak-ku, lekin namoz o'qimayotganligidan ba'zi ma'noda qalbi siqilganini yo o'zi gapiradi yoki uni holatidan ko'rinadi. Mana shu o'zini nuqsonini, qusurini his qilib, e'tirof qilib, namozida beparvo bo'lgan odam bilan namoz o'qish shart emas, namoz o'qimasa ham bo'ladi, namoz farz emas degan musulmonlik da'vosidagi odamning farqi bor. Biz mana shu nuqtani ajratib olishimiz kerak. Demak, namozni inkor qilgan odamning so'ygan narsasi harom. Iste'mol qilish joiz emas, hech qanaqasiga. U namozni mutlaq inkor qildi. Ammo namoz o'qishim kerak-ku, lekin hozir mana ishim ko'p, dunyoviy ishlarga band bo'lib qolganman, unaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan degan gaplar bilan namoz o'qimayotgan kishining masalasi boshqa. Shu ma'noda Azhardagi mashhur fatvo akademiyasi bor. Shu fatvo akademiyasida yiliga millionlab musulmonlarning savollariga javob beriladi. Ana shu fatvo akademiyasining bu boradagi fatvosi, hozir men aytib o'tganimdek, o'sha musulmonning holatiga qaraladi. Ya'ni bir musulmon o'zini namoz o'qimasligini nuqsoni deb e'tirof etib namoz o'qimayotgan bo'lsa, uning so'ygan go'shti mutlaqo halol, uni iste'mol qilishlik joiz bo'ladi. Ammo musulmonlik da'vosi bor, namoz o'qish kerak emas, namoz bu farz emas, namoz Allohning buyurgani emas deb uni inkor qilayotgan bo'lsa, uning so'ygan narsasini iste'moli joiz emas. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Bu joiz emas bu. Mana shu ma'noda bizni, demak, vazifamiz, bizni zimmamizdagi narsamiz ajratib olishimiz kerak. Ajrata olmadikmi? Bu fitnaga aralashmaslik kerak. Ba'zi bir kishilarga o'xshab bir chekadan hammani benamoz borki, hammasini so'ygani harom deb musulmonlar jamiyatidagi parokandalikni, tushunmovchilikni, odamlarni ikkiga bo'linib, bir-biri bilan urush janjal qilishlikka kelib chiqishini yuzaga keltirmaslik. Tafsilotini gapirish mumkin, lekin bunaqa qilib emas. Alloh taolo barchamizni to'g'ri yo'lda o'zi sobit qadam qilsin. Vallohu taala alam bis-savob.